9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Farg'ona viloyatida ham turli ko'rinishdagi sport musobaqalari tashkil etilmoqda. Farg'ona shahridagi Samo sport majmuasi mezbonlik qilgan musobaqada 300 nafardan ortiq ushu ustalari ishtirok etishdi. O'zbekiston ushu assotsiatsiyasi tomonidan o'tkazilgan bellashuvda viloyatning barcha shahar tumanlaridan saralangan sportchilar qatnashib, chempionlik uchun kurash olib borishdi. Ushbu musobaqani o'tkazishdan ko'zlangan maqsad avvalo iqtidorli sportchilar orasidan mahoratlilarni saralash, viloyat terma jamoasiga munosib sportchilarni jalb qilish va oldinda turgan O'zbekiston chempionati va kubogi bahslarida, shuningdek xalqaro bellashuvlarda munosib ishtirok etishga qaratilgan. Musobaqamizda 300 dan ziyod sportchilar qatnashyapti. Ko'zlagan maqsadimiz yaxshi sportchilarni saralab olish. Bugungi musobaqamizda O'zbekiston chempionlari, xalqaro turnirlar g'oliblari ham qatnashyapti. Bu o'z navbatida yosh sportchilarimiz uchun tajriba almashish imkonini beradi. 2 kun davom etgan turnirda ishtirokchilar ushuning sanda va kung fu fighting yo'nalishlari bo'yicha tashkil etilgan bahslarda qatnashib, musobaqaga qilgan tayyorgarliklarini sinovdan o'tkazishdi. Ayniqsa Farg'ona, Qo'qon shaharlari, Oltiariq, Bag'dod tumanlari vakillari chiroyli taktikalarga asoslangan janglari bilan mutaxassislarning e'tiborini tortishdi. Bugungi musobaqamizda biz ham Farg'ona shahrining bolalari, sportchilarimiz yaxshi qatnashyapti. Hozirda mana 50 kiloda Muxtor Mutalibxon shogirdimiz finalga yo'llanma oldi. Yaxshi natijalarni beryapti. O'tkazilayotgan musobaqalarda hammasi bolalar uchun bir yaxshi bir katta bir tajriba maktabi desa ham bo'ladi. Biz Farg'ona shahridan ham bolalarimiz juda katta bir natijalarga erishib, oldinda turgan musobaqalarga katta bir marralarni egallashiga ishonamiz. Natijalarga ko'ra, havaskorlar o'rtasidagi bahslarda Zafarjon G'ofurjonov, Saidnur Qobiljonov, Muhammad Sadi Avazov, professionallar orasida esa Saidmalik Qobiljonov, Samandar No'monov hamda Muhammad Emin Abdubasirovlar g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Umumjamoa hisobida Farg'ona shahri jamoasi chempionga aylandi. Faxrli 2-chi va 3-chi o'rinlar Oltiariq tumani va Qo'qon shahri sportchilariga nasib qildi. G'olib va sovrindorlarga ushu assotsiatsiyasining diplom medallari va esdalik sovg'alari topshirildi. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev Farg'ona 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.